Mamlakatimizda yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, ushbu sohada qonuniylikni ta'minlash hamda yerlarning noqonuniy egallanishi holatlarining oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda kadastr agentligi tomonidan muntazam ravishda nazorat va monitoring tadbirlari amalga oshirilmoqda. Shunga qaramasdan ayrim hududlarda fuqarolar tomonidan yer maydonlarini o'zboshimchalik bilan egallab olish, tegishli ruxsatnomalar va huquqni tasdiqlovchi hujjatlarsiz qurilish ishlarini amalga oshirish holatlari hamon uchrab turibdi. Ana shunday qonun buzilish holatlaridan biri Buxoroda aniqlandi. Tegishli hujjatlarsiz barpo etilgan ko'p qavatli turar joy obyekti yuzasidan belgilangan tartibda choralar ko'rilgan va mazkur inshootni buzish ishlariga kirishilgan. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro shahar markazida qurilgan ko'p qavatli bino buzilayotgani haqida xabarlar tarqaldi va turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Bugun biz mazkur qurilish obyektiga yetib keldik va mazkur binoning nima sabablar bilan buzilayotgani haqida mutasaddilardan ma'lumot olishga harakat qilamiz. Ma'lum bo'lishicha, muddan 4 yil muqaddam qurilishi boshlangan mazkur ko'p qavatli bino yer maydoni umumta'lim maktabi hududiga qarashli. O'sha paytlarda hokimlikning noto'g'ri qarori bilan quruvchi manzilda qurilish ishlarini boshlagan, ammo keyinroq kadastr idoralari holatni o'rganib, holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan va fuqaroga huquqbuzarligining oqibatlari tushuntirilgan. Ammo fuqaro ixtiyoriy ravishda mazkur holatni bartaraf etmagach, agentlik tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritilgan. Sud kiritilgan da'vo arizasini qanoatlantirgach, ushbu holat tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda majburiy tartibda bartaraf qilinmoqda. Maktabni yer qanday siz bilan uchastkaga borasiz? U uchun davlat xususiy sherikchilik bor. Ya'ni maktab bilan xususiy sherik birlashadi, xususiy sherik puli hisobiga quriladi. Keyin 10 yil, 15 yildan keyin qanday dogovorda qanday bo'lsa, 10 yil, 15 yildan keyin yo 20 yildan keyin xususiy sherik chiqib ketadi, bu davlatga to'liq maktabga berib. Mana guvoh bo'layotganlaringizdek, shaharning o'sha Sharq Yulduzli mahalla Sharq bir ko'chasida 4 qavatli turar joy binosi buzilyapti sudning qarori bilan. Bu imorat shu maktab hududidan yer ajratib berilgan, keyinchalik hokim qarori bekor qilingandan keyin shundan ham qurilish ishlari to'xtatilmagan, davom ettirilgan. Shundan so'ng o'sha majburiy tartibda buzilish uchun sudga da'vo arizasi kiritilgan kadastr agentligi tomonidan. Shu sudning qarori asosida buziliryapti. Hozirda binoda buzish ishlari olib borilmoqda. Mazkur ko'p qavatli uydan xonadon xarid qilgan fuqarolar bilan esa kelishuv muzokaralari olib borilyapti. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, joriy yilning o'tgan 5 oy davomida boshqarma va uning hududiy bo'limlari tomonidan jami 1189 ta holatda 26,76 gektar yer maydoni noqonuniy egallab olingani aniqlangan. O'tkazilgan tushuntirishlar va targ'ibot ishlari natijasida 781 ta holat fuqarolarning o'z hisobidan bartaraf qilingan. 187 ta holatlar yuzasidan sudga da'vo arizalari va 37 ta holatda esa prokuraturaga taqdimnomalar kiritilgan. Yer nazorati tadbirlari davomida yerlarni noqonuniy egallash holatlari aniqlanib, ularni bartaraf qilish bo'yicha amaliy ishlar davom etmoqda. Bu kun Zilola To'yqulova, Davlatbek Kamolov, Buxoro.